Balam. Aytgancha barchaga salom bo'ladi. Meni ismim Hoshimbek va Hoshimjon bo'ladi bola. Barchaga salom bo'ladi. Aytgancha bola sizlarga katta rahmat 3000 ta obunachi qilganingiz uchun bola. Davay tezroq 4000 ta bo'lishimiz kerak. Ya'ni 4000 ta emas 10000 ta bo'lishimiz kerak bola. Xo'sh bola. Bu narsalarga e'tibor bermaysizlar bola. O'zim narsalar olib qo'ygandim. Bularni qayerga qo'yishni bilmagandim. Sandig'im ichiga tiqaman desam, sandig'im ichi ham bo'lmaydi. O bola, mana bu yerga hozircha qo'yib turay. Mana bu yerdan qo'shiqlar bum 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 kelib turadi va fotoapparatni mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Menimcha juda ham ajoyib. Xo'p, yaxshi. Xo'p, tashqariga chiqaychi nima gap ekan? Hoppa, mayli, buni kim qo'yib ketibdi ekan? Bu stop degan belgini kim qo'yib ketdi? Tushunmadim. Ey. Mayli, kimdir qo'yib ketgan choq. Mayli. Bularni hozir shunday qilamiz-da. Buni yondirib borsam yo'q, to'xtanglar. Stop degan yerga bir qo'yib qo'yamiz. Misol uchun mana bu yerlarga qo'yib qo'yamiz. Sababi bu yerda shaxta bor va shaxtaning yoniga обязательно bola stop bo'lish kerak. Bola e'tibor bermaysizlar bola, men anomga nimaydi. Ruschamga borib. Nima ruscha gapirdim hozir? Nimaga ruscha gapirdim hozir? Nima uchun? Endi balla bilmadim. Endi balla o'zini rus bo'laman deb o'ylayaptimi yo o'zini bir ruschani bilaman deb maqtamoqchimi bola. Xo'p, bu esa bola bu teleskop ustiga chiqib turganim esa bola kechasi nima edi, mana bu oyni ko'rgandim. Ya'ni quyoshga shu teleskop bilan qarab o'tirmanglar, ko'zlaringiz o'yib tashlaydi. Xo'p, yaxshi. Aytgancha bola mana mer chaqirganda, mer. Xo'p, mer nima qilar ekan? Yo, chill bola, uni qaraylik juda ham ko'pligini. Wow. Mer kirsam bo'ladimi? Kirib bo'ldik, Hoshim har doim shunaqa qilasan. Mayli mer, assalomu alaykum. Yaxshimisiz mer? Yaxshi yuribsizmi? Oho, nimalar qilib tashladingiz? Voy, nima bayram bo'lyaptimi? Ha, ochilish marosimi qilmoqchiman do'konimni. Lekin hali do'kon ochganim yo'q-ku. Tezroq do'kon qurishimiz kerak, tushunyapsanmi? Ha, to'g'ri aytasiz, do'kon qurishimiz kerak, lekin do'kon qurishdan oldin bilasiz, jihozlar kerak. Lekin jihozlardan oldin qishloqni bezashing kerak. Har xil qishloqni merlari kelmoqda shu qishloqqa bugun kechqurun. Rostami, bugun kechqurun agarda kelayotgan bo'lsa juda ham ajoyib. Biz bezashimiz mumkin, ya'ni bezab berishim mumkin. Xo'sh. Mana bu uyimning yoniga sandiq bor. Sandiqmi nima? Qanaqadir korobka bor. O'sha korobkani ichiga o'sha narsalar bor, jihozlar bor. Atrofni beza, tushundingmi? Xo'p, mayli, bezab qo'yaman. Aytgancha, men mana bu pastdagi narsalar-chi nima uchun? Bularni sotasan, tushundingmi? Sotasan. Bular bir yaxshi joylashtirib qo'ydi, xunuk turibdi. Bir normal joylashtirib qo'y, bir chiroqqa. Xo'p, mayli, mer. Ko'z tashlanmaydigan yerga qo'yib qo'yamiz-da. Xo'sh. Mer meni xohlabdiki, mana shularni to'g'rilab qo'y, bir achishga dedi. Mayli, bir achishga bo'lsa, bir achishga to'g'rilab qo'yamiz-da bola. Hoppa bola, mana invertorimiz vashshe to'lib ketdi bola. Okay. Hop. Bola, mana bu yerga qo'yamiz, bola, e'tibor bermaysizlar. Hop, bularni qurishdan oldin. Oho, bu nima ekan bu? Bu nima ekan uka? Hoppa, buni qo'yilmay qoldi, bu ham qo'yilmay qoldi va bu ham qo'yilmay qoldi. Hoppa. Ana endi buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Hozircha mana shunday chiroyli tursin. Hop, mana buni ichida bo'lsa kerak desam. Oh my god, bola, bu yerda juda ham ko'p narsalar bor ekan. Bularni olamiz bola. Hoppa, 16 ta bu yerda, 18 ta bundan. Bu donation box va bu va bir ikkita narsalar. Xo'p, bu o't o'chirgichni bola qayerga qo'yamiz? Xo'p, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi va bola, mana bu yo, to'xtanglar, buni ichkarisiga qo'yib qo'yamiz bola. Har ehtimolga qarshi kimdir nimadir bo'lib qolsa, shunday o't o'chirgichni oladi, yo deb bunday qilib chiqadi, pish qilib sepadi. Okay. Hop, bu yerga telefon qo'yib qo'yamiz. Telefon yeri shunday keladi-da. Alo uka deb gaplashadi. Okay. Hop, merda oldiga telefon. Короче, okay. Xo'sh. Va chekkaga yashaydiganlar uchun ham alohida telefon qo'yib qo'yamiz. Hoppa, mana bunday qiladi. Alo uka, yaxshimisan? Shaharda nima gaplar degan gaplarda shunaqa bolalar. Okay. Hop, va mana uyimning oldiga o'zimga qulaylik qilishim uchun yo, to'xtanglar, bu yerga normalniy. Mana bu yergacha, yo, bu yerga ham normal. Yo, bola. O'zimga qulaylik qilishim uchun bola, mana bu yerga o'zim uchun alohida qo'yib qo'yaman. Alo, chay normalmi? Qo'shnim ham kelib mana shu yerdan foydalanadi. Okay. Hop. Bularni qayerga qo'ysam ekan? To'xtanglar. Buni mana bunday qilib qo'yamiz bola. Menimcha juda ham ajoyib chiroyli turibdi, adashmasam bola. To'ppa-to'g'ri, kechasi juda ham zo'r yaltiraydi. Xo'sh, va buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Oh my god. Bola, lekin buni do'konni oldiga ham qo'ysak bo'lardi, do'konga. Mayli, to'xtanglar. Hop, donation box esa bu xayriya qutisi esa bola, mana bu yerdagi brachkalar uchun. Xo'sh, to'xtanglar. Mana bu yerga qo'yamiz. Bitta brachka mana shu yerga juda ham moliyaviy qiynaladi bola. Moddiy qiynaladi. Moliyaviy muhtojga egami? Muhtojga nima deylardi? Muhtojda, короче bola. Okay, hop, bu yerga mana yana bitta qo'yamiz. Qo'yib ketishadi.
Xo'sh. Ya o'zimga qo'ysammikan, bolalar nima deysizlar? O'zimga qo'ysammikan? Hosham uka, sen o'zingga qo'yib nima qilasan? Normalniku deydiganlar biz to'g'ri, men qo'shnimga qo'yamiz. Okay. Xo'sh. Buni hech qanaqa uyatli va yomon tomoni yo'q bolalar. Misol uchun, nima desam bo'ladi? Kimga kerak bo'lsa o'shanga qo'yish kerak-da bolalar sababi. Sababi oppa mana shunday qo'ysammikan, to'xtanglar ko'payib ketyapti. Вообще-то mana shunday bitta qilib qo'yganim normalniroq deb o'ylayman. Sababi bolalar ikki tomonga musor tashimiz kerak. Mana o'tiradi, men bu yoqqa tashiyman, bu yoqqa tashiyman. Baqqa o'tirgan odam ham buni hech bo'lmasa turib mana bunday qilib musorni mana bunday tashlasa, menimcha yaxshi deb o'ylayman. Olma qanday olaman? Bo'la oldim. Endi shunaqa gaplar bolalar. Endi meni fikrimcha shunaqa. Har doim mana shuni yoniga mana shunday turgani normal deb o'ylayman bolalar. Agar sizlar fikrlaringiz boshqacha bo'lsa bolalar, tez men kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni barchasini o'qiyman bolalar. Kommentlaringiz barchasini o'qiyman adashmasam bolalar. Yo o'qimaysan, qoshim kibrcha deydiganlar bo'lsa, endi bola bizning vaqtimiz yo'q bolalar. Lekin o'qiyman bolalar. O'qiyman degan joyimga o'qiyman, realni bolalar. Agarda shunchalik menga shikoyatlaringiz bo'lsa yoki juda ham yaxshi gaplaringiz bo'lsa bolalar, shuni kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Chumam. Bola, qanaqadir ovoz eshitiladi meni uyimdan. To'xtanglar. Xo'p, bularni bir to'g'rilab olaylik, keyin ko'ramiz bolalar. G'alati meni uyimdan qanaqadir ovoz eshitilsa, ya. Okay. Xo'p. Menimcha ortib qolyapti. Yana uyimni oldiga qo'ysam ekan, uyimni chiroyli qilib. Hoshim bo'lmabsa, ne deydilar bo'lsa, ha, to'g'ri bolalar ekan. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, mana bu yerda qo'shnilar qaroch o'tirib oladi, gapchan beradi. Birachkechalarim gapchan beradi bolalar, bilasizlar. Uka, birachkan qanday o'rganing deydiganlar bo'lsa, bilmayman, birachkan qanday o'rganib qo'yganman bolalar. Okay. Xo'p. 5 minutku bolalar, 5 minutku mana shunday qilib qo'yamiz-da, o'zimning uyimga mana shunday qo'yib qo'yaman. Keladi bolalar, ketadi, shunaqa odamlar ham borku bolalar. Okay. Xo'sh, mayli mana bu yerga ham qo'yib qo'yamiz bolalar. Bu yerga ham shaxtachilar keladi, charchaydi. Voy, mana bu birachga qo'yib qo'yibdi deb bolalar bir duo qilib qo'ysa zo'rku bolalar, to'g'rimi? To'g'rimi bolalar? To'g'ri. Xato deydiganlar bo'lsa bolalar, tez kommentariy. Voy, uka, men nito qo'yibman-ku. Tez kommentariyaga o'zbek tilida yozib qoldiringlar. Nima deyapman bolalar? Yana buni shunaqa gaplarimni bunaqa kesib olib, bunaqa gaplarimni bunaqa kesib olib, shortsiz qilib yoki kerakka chiqarib, unaqa qilmaylar bolalar, yaxshi emas bolalar. Birovda ayblarini qilish. Xo'p, merga bir ogohlantirib qo'yamiz. Mer, assalomu alaykum, barchasidan qilib qo'ydim. Okay, men ketyapman. Bola, yana uy qurmaysanmi? 5 minut, mer o'z uyimda nimadir ovozlar eshitilyapti. Uyimni qurmaysanmi deydi, men betimga qarab. O'zi qursin, o'zini nima deylardi do'konini. Xo'p, yaxshi. Voy, kapatar. Men eshitib qoldim. Men eshitib. Mayli bola, o'zini kirkam olaman-de. Mana shu yerdan to'xtanglar. Pastdan ovoz eshitildi-yu. Pastda nima bor ekan, menga juda ham qiziqda. Ey, uka, nima qilyapsan bu yerda? Bola, pastda nimadir bor. Nimadir emas, qanaqadir yer bormi? G'alati, mana bu yerda kravatam bor ekan. To'xtanglar, mana bu yerda busamchi. Voy, tushib ketdik-ku blokam. Ey san, meni uyimni ostida nima qilyapsanlar? To'xtanglar, 5 minutga bolalar. Hoppa, bunday qilamiz. Deb bola qaranglar, 1 2 3. Oppa. Sanlar nima qilib o'tiruvdilaring? Ha? Oho, nima qilyapti? Aka. Nima qilyapsan sen? Hosham, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Qishloqda ko'rinmay qoldlaring desam, sizlar mana shu yerda ekansanlar-da, ha? Nima desa bo'ladi? Endi o'zimizga juda ham ajoyib soliq to'lamaydigan yer qildik, tushunyapsanmi? Umuman yaxshi emas. Meni uyimni ostidan quvib olib, barcha narsalarni yig'ishtirlaring. Uy, sekretor deymisan? Sen bilan alohida gaplashaman, nimaga urib bo'lmayapti? Mayli. Sizlar vobshe o'zlaringdan ketibsanlar. Sen nima bu yerda o'tiribsan? Hamma qishloqlar keldi, men ham keldim. Sen nimaga meni uyimni ostidan faqat buni qara, lavalarim tomib turibdi. Qo'rqmaysanlarmi? Teng bola, mana bu yerda uxlayotgan odam, mana shunday uxlayapti, mana bu yerdan lava ne qilyapti? To'mayapti. Shunday men bu yerga tushib ketib qolsa, yo bu yerga tushib qolsa nima bo'ladi? Teng bola, mana bu yerda uxlayotgan odam yoniga lava tushyapti. Mana bu yerga yonib ketib qolsa nima bo'ladi? Kalalaringiz joyidami? Meni uyimni yoki biz yerni yo'q ko'rmoqchimisizlar, ha? Yo'q, Hosham, jahl qilma, bo'ldi, barchasini olib tashlaymiz. Tezroq olib tashlaring, men qara juda ham yomon. San nima qilyapsan bu yerda? Endi Hosham, bola, boshqa qaytarilmaydi. Bo'ldi. Jahl qilma, nima uchun jahl qilyapsan? Mayli, jahl qilmayman.
Bu nima? Oho, blender bu yerda pechenyelar. Oh my god. Yum. Opa, yummy. Oh, mayli. Blenderga tegmaychi bo'lmasa, Hoshim. Hop, mayli, lekin zo'r narsalar bor ekanda, lekin blenderlaringizga. Oh my god. Bu ishlaydimi? Jinnon bo'lamanda hammani kuydirasanmi? Men cho'milib o'tiribman bu yerga. Sizlar hamma narsalaringni yig'ishtir, agar yig'ishtirmasalaring, aytgancha mayda bugun kechqurun sizlar ishdan qochish uchun qilgansanlar, borum. Bugun kechqurun har xil qishloqlardan merlar kelar ekan. Barchasini mana bu uyda va uyda yotibman. Tashqarini qishloqda zo'r qilishing kerak, tushuningmi? Sen hammang chiq. Qaysidiring agar qolib ketsalaring yoki qaysidularing yana mana shu yerda o'tirsalaring, merga aytaman, tushundilaringmi? Sen bilan alohida gaplashadi, sanlar bilan to'g'rirog'i boru. Tushundilaringmi? Menga bunaqa qaramalaring, to'xtanglar, mana bu yerni bunaqa yopib qo'yadim. Вообще boru, sizlarnimi? Davay yig'ishtirlaring hamma lashvishlaringni. Mana bu yerdan chiqlaring. Mana masalaga yo'l ochyapman. Hozir. Mana. Ya'ni yo'l yo'q deb bahona qilasanlar-da, aka. Mana shunday qilib chiqasanlar. Bu yerdan ham chiqa olmayman deb bahona qilsalaring, mana bu yerdan ham alohida sanlar uchun zina qilib qo'yaman, mana aka. Mana ko'ryapsanlarmi? Mana bo'ldi, mana bunday qilasanlar. Bunday qilib chik qilib chiqasanlar. Tushunlaringmi? Asamga nimalaring? Bola, mayli, mana bular musirga tashlaydi. Hoppa, men qaraylar. Hoppanya, normalniy. Bola vash asabimga o'ynayapti-da. Bular buni qaraylar, meni uyimning ostidan qanaqadir yer qovurib olgan. Menimcha ular nimaydi, mana bu ishdan qochishdan qilishgan menimcha. Men shunaqa deb o'ylayapman. Mayli, merga aytsam ekan, merga mayli aytmay turaychi bularning qilmishlarini. Buni qaraylar, men shuncha ish qildim qishloqda, lekin bular ish qilmaydi. Ish yoqmaslar, dangasalar, takasaltanglar mana shu yerda bor barchasi. Hammalaring chiq, videolama bo'lmasa, musor iPhone S4 chamda, 4S chamda. Davay, men video olyapman. Chiqishingiz mana mana shu yerda videolar olmoq. Nima edi? Men bular ana qilib o'tiribdi mana. Mer ko'ryapsizmi mana? Turishini qarang. Bo'ldi, mana hammasi ishdan qochgan. Mana hozir uyimni ham ko'rsam hozir men sizga. Mana mer, mana men uyimning ostida mana shuni qurib olishgan. Tez keling-da. Tez keling deb ko'rsam mana u yerda o'ziga. Mana bola ko'rishinglar mumkin. Men hozir bularni uyini, ya'ni men bularni maxfiy bazasini noqonuniy mendan so'ramagan holda bazasini topib oldim. Lekin bola bularni bir adabini berib qo'yaman. Mayli bola, bugun sizlar bilan yana Hoshim bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr.